ishga vaqtida kelmaydigan xodimlarni ishlatmaganinglar yaxshi deb shaxsiy fikrimni aytsam, yosh kattalar-ku tushunadi. Yoshlar asosan jahli chiqib, tushunmay yozishibdi. 2-3 ta odamni ishini qilsa hammi, ishini zo'r qilsa hammi, mutaxassis bo'lsa hammi bariga bo'shatasizmi deb. Ishini zo'r qilish o'zi zotan zo'r qilish kerak avvalambor. Zo'r qilish, qanaqa darajada mutaxassis u ikkinchi masala. Sizlar yoshlar tushunib olinglar. Bu yerda gap shartnomada, kelishuvda. Sizlar ishga kirayotganda kelishasizlar. Ish vaqtinglarni, pulinglarni, ovqatlanadigan, dam oladigan kunlar hammasini kelishib oldingiz. O'sha orasida siz ham aytishingiz kerakki, "Okay, men ham uyquchiman, zo'r 10-11 da turaman. Unaqa edi, bunaqa edi. Kelib soat 11-12 dan ishla olayman" dedingiz. Bu yoq tarafga ham to'g'ri keldi deyilu, mayli. Kelishdi. O soat siz bilan 11 dan 5 gacha kelishdi. Hammasi, ishingiz ma'lum, hammasini kelishib oldinglar. Ana shu yerda agar siz 10 kun ichida 7 kun, 8 kunida 1,5-2 soatlab kech qolsangiz, telefonni ko'tarmasangiz, boshqa qilmasangiz, unaqa bo'lmaydi u. Gap shu yerda ketyapti. U 15-20 minut kech qolish, har xil vaziyatlar bo'lib qolish, uni biz tushunamiz. Jin emasmiz-ku. Qancha odam bilan ishlab kelamiz. Biz ham nemis emasmiz, amandoq tekshirib oladigan. Qo'limizdan kelgancha tushunamiz. Ha, nemis deganga bitta sansirab aytyaptiki, sandakalar deydi, davlatni rivojlantirmaydi deydi. Keginam ayni rivojlangan davlatlarda minutiga pulinglarni beradi, minutiga har bitta ishinglarni so'rab oladi. O'shaning uchun ham rivojlangan. Bu asl norm holat. O'shaning uchun kelishilgan narsa haqida bu yerda gap ketyapti. Kelishilindimi o'sha vaqtida o'sha ishinglarni qilib kelinglar. Shunda to'g'ri bo'ladi. Lafzi yo'q. Mas'uliyat nimaligini bilmaydigan, majburiyat nimaligini bilmaydigan odam bilan qayerga boramiz? U mutaxassis bilan qayoqgacha borasiz? Uzoqqa bora olmaysiz. U mijoz yoqda turgur, sizni ham telefoningizni ko'tarmaydi, bir tinga olmaydi. Bunaqa odam bilan ishlamagan yaxshi.